hamma nominatsiyalarimizni topshirib bo'ldik deb o'ylayapsiz. Lekin yana bitta eng muhim nominatsiya bor. Bu inson sportchilarga sharoit yaratdi, trenerlarni qo'llab-quvvatladi va barchamizni bir maqsad atrofida jamladi. Bu nominatsiya yilning eng yaxshi direktori Mamajonova Saida Bahodirova. Bu nominatsiya hammamizniki. Aslida bu ishlarni hammamiz birgalikda qildik. Rahmat katta. Bugun biz sovrin topshirdik, ammo aslida biz mehnatni qadrlashni, harakatni ko'rishni va eng yaxshilarga munosib hurmat ko'rsatishni o'rgandik. Barchangizga rahmat. Keyingi yil reyting yanada qizg'in bo'ladi. Chunki endi biz eng yaxshilar borligini bilamiz.